Trailblazer'ni puli yengilrog'ini, yaxshi holatdagisini, asosiysi off-roadga chiqmaganini qidirib yurganlar uchun bizda navbatdagi Trailblazer avtomobili 2020-yilda ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi probegi 114 ming kilometr. Mashinaga Polshada ishlab chiqarilgan qimmat propan оборудованиялар o'rnatib qo'yilgan, tayyor holatda, texnik holatlari ham zo'r holatda, hech qanaqa texnik ishi, muammolari yo'q. Salonlari o'rtacha holatda, hali bemalol yurib tursa bo'ladi. Mashina to'liq 100% shuma izolyatsiyalar qilib qo'yilgan, bu ham arzon narsa emas. Saloniga keladigan bo'lsak, akkuratli salon, chexol poliklari bor. Аккуратный салон, urinib qolmagan. Уважаемые армяне, хозяин этой машины является вашим земляком. Вы его точно знаете. Аккуратный, приятный салон. Kuzovidagi kraskasiga keladigan bo'lsak, oldi o'ng krilosi yuzaki sepilgan, kapotga o'tmagan, eshigiga o'tmagan va orqa o'ng taraf eshigi bu ham yuzaki sepilgan. Oldi eshigi toza, bu sepilgan, krilosi toza. Qolgan joylari 100% toza. Bemalol xohlagan ustolarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 23 ming dollar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.